Bugun Faberlic kompaniyasining oyoq uchun dotekslari haqida ma'lumot beraman. Faberlic kompaniyasida ularning ikki xil turi mavjud: lavandali va zanjabilli. Lavanda bilan oyoq uchun dotekslari patchlari sharq tabobati bilimini hisobga olgan holda yaratilgan. Ular inson oyoqlaridagi biologik faol nuqtalarga ta'sir ko'rsatadi. Ichki organizmni faoliyatini har tomonlama yaxshilaydi, shuningdek tinchlantiradi. Toksin va shlaklardan organizmni tozalashda yordam beradi. Uyqu sifatini yaxshilaydi, charchoqni ketkazadi. Ular metabolizmni tezlashtiradi, tanani shakllantirishga yordam beradi, terini holatini yaxshilaydi. Mahsulotimiz tarkibida bambuk sirkasi, dekstrin, o'simlik tolasi, turmalin, xitosan, anionlar, C vitamin va lavanda mavjud. Lavanda inson tanasiga tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Asab tizimini tashqi omillarning salbiy ta'siridan himoya qiladi. Bambuk sirkasining tarkibida 200 ga yaqin iz elementlar va 10 ga yaqin mineral tuzlari mavjud. Qon aylanishini yaxshilaydi, toksinlarni va shlaklarni olib tashlaydi va antibakterial ta'sirga ega. Turmalin qon va limfa mahalliy mikrosirkulyatsiyasini kuchaytiradi, poralarni ochadi, metabolizmni yaxshilaydi. C vitamini tanaga o'ziga xos bo'lmagan ogohlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi va kuchli antioksidant hisoblanadi. Zanjabil bilan detoks oyoq patchlarimiz qo'shimchasiga immunitetni ham ko'taradi. Activity go'zallik, sog'lik va faol turmush tarzini saqlash, o'zingizni yaxshi his qilish, og'riq va stresslarni yengillashtirish uchun noyob mahsulotlar to'plamidir. O'zingizni seving, o'z sog'ligingizga befarq bo'lmang, azizlarim.